Quyonimiz tug'ib bitta bolasini mana ajratib chiqarib yuboribdi. Tepib o'ldirmoqchi. O'ldirib tashlayapti, urib tashlayapti. Xudo xolasa buni mana o'zim mana turibgachada hozir bir narsa qilib ozgina sut berdim. Do'stlar qo'llab-quvvatlab turinglar, shu quyonchani xudo xolasa katta qilib yuboramiz. Jarayonni qo'yib boraman. Mana bu birinchi kun. Bugun sanamiz necha bo'ldi? 11 mi? Necha? Yanvar 2026 yanvar 11-yanvar. Bilmay qolibmiz. Qolgan bolalari katta. Buni ajratib chiqarib tashlayapti nimagadir. Sababini bilmadim. O'zi bir donagina quyonimiz bor edi. Hovlida. Hozir duo qilib tursanglar uni katta qilamiz. Qani, shirinligini. Ana biz quyonchamizni uyga olib kelib, mana holdiga buni qo'yib qo'ydik, sal issin dedik. Uje harakati bor. Ana harakatga tushib qoldi. Har 2 soatda shu 5lik shpritsda 2 soat, 3 soatda sutini berib turibmiz, xudo xolasa. Mana bugun birinchi kun. Mana xudo xolasa yaxshi bo'lib qoldi. Ancha yaxshi. Ko'z tegmasin. Bunga yana ovqat beramiz. Och oziz. Ay. La baba. Ana. Ana. Ana qilsiki. Hozir. Hiç nerede kalıyor? Aya, baba. Mama. Bunga yaxshi at topish kerak. Muxtasar qo'yadi, muxtasar. Nima deb ism qo'yamiz? Nima qo'yaylik atini? Nima ism qo'yamiz? Atini nima qo'yaylik buni? Ha?